Bizning mehmonimiz jurnalist, shoir, dramaturg, jamoat va davlat arbobi, Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik gazetalari birlashgan tahririyat bosh muharriri ustozimiz Farmon Toshov. Xush kelibsiz ustoz. Xushvaqt bo'linglar. Fe'l-atvori o'zgarib ketgan. Tinchlikni istab qolgan yoki suv toshqinlaridan keyin o'lim kasalliklar ko'payib ketganda bu hayotlarimiz o'zgargan tomoni ko'p bo'lgan juda. Yoki o'sha mustamlakachilik boshlanganda yoki undan ozod bo'lganda bunday olsangiz dunyodagi evrilishlar juda ko'p o'zgarishlar. Lekin asosiy o'zgarish bu insonni erkin nafas olishi, yashashi, hayotni ne'matlaridan bahramand bo'lishi uchun kurash. Mana shu kurashda kimdir yangilik qiladi. Yangiligi nima? Yangilik bu jasorat, yangilik bo'lmasligi mumkin, lekin jasorat qiladi. Mana qaysi bir davlat, Singapur masalan, qanday rivojlanib ketdi. Jang qilgan emas. Yoki O'zbekiston masalan jang qilganimiz yo'q, mustaqil bo'lib biz yo'lda yoki boshqa bir shunaqa nimalar borda. Renessans bu shunday xalq uchun yoki yoshlar uchun tushuntirib aytadigan bo'lsakki, bir kishi bir davlat tomonidan amalga oshiriladigan narsa emas. Bu dunyo e'tirof etiladigan, dunyo bilan birgalikda paydo bo'ladigan hayotdagi o'zgarishlar. Ya'ni renessans deb o'sha uyg'onish degani odam haligida uyg'onganda dunyoni ko'rasiz-ku. Shunday uni uyg'onish tarjima qilgan renessans bu haligi ta'sir kuchi olganda haligi bir-biriga ba'zan ekranda ko'rsatadi, bitta karta yiqilsa oxirigacha yiqilib ketadi bular. Mana shunaqangi renessans mana shu tushuncha. Demak, bir mamlakatda yoki qaysi bir laboratoriyada paydo bo'lgan yangilik yoki bir mamlakatda paydo bo'lgan tajriba demak dunyoga ibrat bo'lib yoyilishi kerak. Mana bu renessans deyiladi. Ustoz, bugungi kunda Behbudiy nomidagi dramangizdan xabarimiz bor. Teatr sahnalarida, viloyat teatr sahnalarida qayta-qayta qo'yilmoqda. Bugungi teatr haqidagi fikrlaringiz, mana Mahmudxo'ja Behbudiyni teatr ibratxonadir degan juda mashhur maqolasi bor. Shundan kelib chiqib, bugungi mana renessans davrida tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan jamiyatimizda qanday o'rni bor dramaning va teatrning? Bilasizmi, bu umuman san'at ehtiyoj bilan rivojlanadi. Ehtiyojingiz bor narsa sizga aziz bo'ladi. Siz masalan suvsab chanqayib turgan paytingiz yo muzqaymoq yeysiz, yo suv ichasiz, yo choy ichasiz, to'g'rimi? Mana shunda, lekin chanqog'ingizni qoldirasiz baribirda. Mana shunday jarayonda nozik masala. Tanlashingiz ham uchalasin-da. Duch kelganini yeb chanqog'imni qondiraman deganlar ham bor. Yoki aksincha, to'g'rimi? San'at mana shunaqa narsa. Ehtiyoj, lekin bu san'atning ehtiyoji bilasizmi, odamning nuqtai nazarini o'zgartiradi, odamning hayotini o'zgartiradi. Chunki siz sahnada ham, kitob o'qiganingizda ham, kinoda ham o'zingizni ko'rasiz. Qarab turasizda, o'zingizni kamchiligingizni topib olasiz. O'shanga munosib bo'lishingiz kerak. Uni har kim kinoni ham ko'ra olmaydi. Bu kino tomosha emas-da bu. Kino tarbiya joyi, teatr ham shuning uchun. O'sha Padar kuchni yozganda ham otasiga yomonlik qilgan bolani o'sha jamiyatda illat ekanligini ko'rsatganda ko'plab odamlar o'g'lini urgan yoki otasidan kechirim so'ragan juda ko'p voqealar bo'lgan bu narsalar. Endi bunga qo'l urishimiz sababi albatta davlatimiz rahbari tomonidan Mahmudxo'ja Behbudiy hazratlarini 150 yilligini nishonlash bo'yicha qaror chiqqanda davlatimiz rahbari suhbatda ham aytgan, bu Samarqandda men masalan birinchi gazeta ochgan bo'lsa, o'sha gazetada bugun muharrirman. U odamni O'zbekistonda umuman shu o'rta Turkiston muvaqqat hukumati davrida birinchi ochilgan o'zbekcha gazetalardan bittasi hisoblanadi. O'shanga u odamni ibrati, u odam endi o'sha Turkiston muxtoriyatini, hukumatini a'zosi bo'lgan davlat arbobi. Bundan tashqari 5-6 ta tilni bilgan. Endi yana bitta nimasi borki, bir qiziq xarakteri, men xatlarni o'qiganda ko'rdim. Muftiylik davrida qo'shxotinlikka qarshi kurashgan. Muftiyligida. Bilasizmi, tasavvur qilyapsiz uni? Bu aslida muftiylar hammasi ham ko'p xotin bo'lgan va shariat ko'targan bu narsani. Hech qanday noqonuniy bo'lmagan. Bu inson
tafakkurini rivojlantirish nechog'lik lozim ekanligini anglab yetgan. Shu doim hajga borishda, qaytishda va Rossiyaga borib kelishda juda ko'p yo'lda ziyolilar bilan ko'rishib, uni fikri o'zgargan. Mana shu jarayonni ochib berish va kelgandan keyin ham u jonini qurbon qilgan. O'zini cho'ntagidan aytaylik maktablar qurib, bosmaxonalar qurib, bundan tashqari yana darsliklar yozib, o'zi atrofiga odamlarni to'play bilgan. Mana shuning uchun ham bu drama paydo bo'ldi. Nima uchun? Bugun jadidlarning fe'liga biz ehtiyoj sezyapmiz. Shunday odamlar kerak. Undan hech kim pul narsa so'ramayapti. Mehnatingni, yuragingni ayama, talantingni, o'sha mahoratingni ayama xalqdan degan bir tushuncha paydo bo'ldi-da. O'zi asli millatni, birinchi millatparvarlikning sharti ham shu narsada. O'zini fido qilish. Haligi qurbon bo'lay degani qurbon bo'lish kerak emas, uni o'lishga keragi bor. Fidoyini. To'g'rimi? Fido bo'layin degani asli shu fidokorona ishlayin degan narsa bo'lish kerak-da. Jadidlar mana shuni qila olgan. Bu drama albatta bilmadim, hozircha ish qilib ko'rilyapti. Endi men O'zbekiston teatr arboblari va dramaturglar uyushmasining a'zosiman. Borib bu yerda ham taqdimotini o'tkazdik, yomon bo'lmadi. Hozir chet elda qo'yilyapti. Menimcha sizlarni ko'rsatib bering efirga ketayotgan payti Ozarbayjonda va Turkiyada mana shu Mahmudxo'ja Behbudiy dramasi qo'yilayotgan bo'ladi. Ustoz, endi rivojlanish haqida gapirganimizda bugun mana e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy universitetlardagi magistratura yo'nalishidan misol keltiraman. Xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor, davlatimiz rahbarining e'tiborlari sabab mana kontrakt shartnoma pullarini davlat tomonidan to'lab berilishi, buni misoli sifatida yaqin yillarda 3 ta 4 ta magistrant bo'ladigan bo'lsa bitta yo'nalishda hozir 40 tagacha, 39 tagacha mana o'zim shu narsani ichidaman. Samduda ham ko'rib xursand bo'lasiz. Endi bermoqchi bo'lgan savolim, bugungi rivojlanayotgan jamiyatimiz albatta ilm bilan ilmiy ish qilish, mana dissertatsiya yoqlash soni juda ham ko'p kuzatib boryapmiz atrofimizda. Siz ularning vazifasi nimadan deb iborat deb o'ylaysiz? Ilm deganda ilmiy izlanish haqida kimning vazifasi? Xotin-qizlarnimi? Tadqiqotchilarni. Umuman. Tadqiqotchilarmi? Endi bu savolingiz o'rinli, o'zingiz ham o'zi javob berib qo'ydingiz ko'p narsaga-da. Ilm olish ularning vazifasi hammasi. Endi bitta narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Men o'qiganimda, maktabda o'qiganimda mototsikli bor, mashina haqida ketmayapti gap. Kichkina mototsikli bor, muallim ko'rmagan. Velosiped bo'lardi, u ham sanoqli bo'lardi. TVS, Ural degan bo'lardi. Lekin domla o'qituvchimiz kanikul payti ishlab pul topardi. Lekin bitta tomoni bor edi. Raykomning sekretari ham, kolxoz raisi ham domla bilan hisoblashadi. Davralarning raisi muallimlar bo'ladi. Hatto veterinarlarni FAP deyiladi. Feldsherlik, aktyorlik punkti. Shuni mudirlari ham muallimlardan kelib masala so'raganini ko'rganman. Bilasizmi? Ikkinchidan, muallim yetkazgan aqlli, bilimli shogird albatta o'sib ketardi. Muallimning qadri mana shunda, pulida emas. Bilasizmi? Ertaga 20 ming dollar berishimiz mumkin. Lekin uni kadrini olib joyiga qo'ymasak, u tayyorlagan shogirdlarni muallimning qadri oshmaydi. Hech qachon. Mana bu qilinayotgan islohotlar davlatimiz rahbari tomonidan aynan ana shu maqsadni ko'zlagan. Magistrantlarni, ayollarni sonini ko'paytirish u yerda bu nima bilan bog'liq? Chunki ayol kishi jamiyatni yaratuvchisi. Erkakning qudratiga ishonib keldik biz yillar davomida. Uni tafakkuriga ishonib keldik, lekin u qudratni kim beradi unga? U tafakkurni kim beradi? Buni hisobga olmadik-da. Qonunchilik palatasida ham hozir 30% dan kam bo'lmasa kerak. Mahalliy kengashlarda ham deputatlar, to'g'rimi? Senatda ham va boshqa ishlarda ham hozir qo'yapmiz. Endi ilmda u 30% emas, ilmda juda ko'p bo'lish kerak. Chunki bilasizlar, haligi erkakni o'qitsang bitta oilani haligi boqadi.
ayolni o'qitsang butun bir jamiyatni jamiyat. boqadi deydi. Bu bekorga emas u narsalar ilgaridan aytilgan. O'sha onalar oyog'i ostidagi jannat degani ham bu gulzor ustida ketmayapti gap. Gap o'sha seni to'g'ri yo'lga boshlay oladigan hidoyat ustida ketyapti gap hammasi. Shuning uchun bu yaratib berilayotgan sharoitlar nima uchun qilinyapti buni? Chunki biz yillar davomida men aytgan kamchiliklarga yo'l qo'ydik. Nihoyatda yo'l qo'ydik. Hatto 18, 17, 16 yoshar qizlarimizni kasbi yo'q, hunari yo'q, ish balasi yo'q, bilimi yo'q, uni erga beraverib, yana ustidan o'zimiz kula boshladik. Hozir ham davom etyapti bu narsalar haligacha. O'g'il bola ham shu. Hali uni kasbi yo'q, uyi yo'q. Biz olib borib uylantirib oila qilamiz, ular o'zini o'zi uddalalmaydi ham, keyin yana ustidan masxara qilamiz deydi. Kelinni qo'yamiz, kuyovni qo'yamiz, shuni. Bu masalan o'ylamang, davlatimiz rahbari bu holatni juda yaxshi tahlil qiladi. Shuning uchun bugun ayollarimizga katta imkon bermasak, masalan jamiyatimizda o'zgarish yasashimiz qiyin tarbiyada ham. Nima? Bu birinchisi bu bolalar bog'chasida boshlangan. Mana bugun bir paytlari 9-10% ga tushib qoladi bolalar haligi qamrovi bog'chalarga. Bugun 70%, 80% oshib ketyapmiz-da. Chunki u bola jamiyatda ko'nikish kerak, onaning mehriga ham ko'nikish kerak, munosabatga ko'nikish kerak. Undan keyingisi o'sha bolaga kim tarbiya beradi? Bog'cha mudiralaridan tortib xodimlarigacha bepul o'qitib beryapmiz davlat hisobidan. U chunki malakali bo'lmasa u bolani tarbiyalanmaydi. Boshlang'ich sinflarda ham shunday, uni maktab direktori bilan oyligini bosib qo'yapmiz-da. Bog'cha mudirlari oyligini ko'tardi. Bu bigiz emas, bu juda katta pul talab qiladigan va jasorat talab qiladigan narsalar bular. Davlat rahbari hammasiga sarflamasa shunga sarflayman deyapti. Qaranglar. Bu endi agar shunga munosib bo'lmaydigan bo'lsa, men ko'ryapman. Xafa bo'ldim hatto. Bepul o'qitib beramiz, kel o'qi, tarbiyachisan desak, kelib 3 kun kelib, keyin kelmay ketgan, o'rniga boshqasini jo'natganda, bilasizmi? Buni qanday tushunish mumkin? Bu nonko'rlik bu. Ularda o'zida harakat bo'lish kerak. To'xta, menga shunday imkon beryapti. Buni qilib olmasam bo'lmaydi-ku deb kelib o'qib, bolalarni ochib yoki xususiy bog'chalarni ochilib ketishi, xususiy haligi olim-o'qitlarni ochilib ketishi, bular hammasi raqobatni yuzaga keltirib, chinakam muhit yaratishga ketyapti gapda. Bu farqi yo'q. Shakldan qat'iy nazar u nodavlat bo'ladimi, davlatligi bo'ladimi? Kvotalar belgilangan xotin-qizlar. Bu bo'lish kerak bu narsalar hammasida. Xotin-qizlarning birinchi vazifasi hamma aytadiki, farzand tarbiyasi. Men ishga qo'shilmayman. Ilmi yo'q odam farzandini tarbiya qila olmaydi. Shuning uchun ham muallimlarning farzandlariga qarang, ular butunlay boshqacha odamlar bular. U ma'lum bo'lganligi uchun-da. Chunki uyda kitobdan boshqa nimani ko'radi? Bilasizmi? Ma'rifatdan boshqa nimani ko'radi? Demak, ma'rifatli oila ko'payishi kerak. Men shuni tushunaman. Rahmat. Jamiyatni o'zlashtirish uchun nimadan boshlash? Yaqinda og'irroq savol berdingiz-da. Yaqinda bir kishi keldida uy oldi sotdi bo'lgan. Bu bunga sotgan noqonuniy edi. Endi bir 5-martami, 4-marta sotilganda endi dod deydi, hali uni ustidan olaydi, hali buni ustidan aytib shoshma. Bir narsa kelishib oling, shu uy senikimi, meniki. Men o'zim bo'lmaganman, sen meni imzomni qo'yib bergan. Shuni endi deydi, bunga borsam bunday, men aytdim, sen birinchi o'sha hujjatingni ol. Sen sudga ariza ber, katta ariza yozadi. Har safar unga bordim, unga endi doston qilib yozadi-da. Men aytaman, konkretni yozgin, ravshan qilib. Mana bu imzo meniki emas. Shu imzoni haqiqiy emasligini isbotlab bering, sudga yoz, bo'ldi, tekshirib dedim. Qanday yozdi deb yozdi haqiqatdan. Yozdi, imzo haligi yolg'ondagi imzo ekan. Bo'lgandan keyin qolgan hammasi o'z-o'zidan ketaverdi, ko'ryapsizmi? Bizlar ko'pincha adashamiz. Bor 2 kilo sabzi olib kel desa, Samarqanddagi universal magazinga gum deymiz biz. O'shanga ketib qoladi bolalar. To'g'rimi? Yoki bitta yaxshi haligi kasb ishim olaman desa, Siyob bozorga borib qoladi bilmay. Bilasizmi? Boradigan joyimiz, manzilimiz aniq bo'lishi kerak. Ana o'shanda biz nima qilishimizni bilamiz. Muddao deyiladi bu. Mumtoz adabiyotda muddao.
muddaoing ne deydi masalan oshiqlikning muddaosi nima? Sevgini zavqini tuyish, ya'ni dunyoni ko'rish. Odamlikning zavqi nima? Dunyodan bahramand bo'lish, lazzatlanish nafosatdan, to'g'rimi? Va avlod qoldirish. Talabani ham hammaning muddaosi bo'ladi. Xalqning muddaosi bugun istaymizmi yo'qmi butun dunyo xalqiniki erkin yashayin deydi. Xohlagan ishimni qilayin deydi. Albatta qonun irib turadimi nima qilib. Lekin o'sha erkin hayotga, farovon hayotga qanday boramiz? Devorda naryoqda bo'lsa ekan, sakrab o'tsak ya samolyot zakaz qilsak-da, masalan, u shuning uchun ham G'ofur G'ulomni qaysi chiroyli qilib aytgan uni. Taqdirni qo'l bilan yaratar inson, g'oyibdan kelajak baxt bir afsona. Mana shu narsalar bizga qanaqa yo'l tutishimizni o'rgatadi. Bu albatta har kimni o'zini hayotni o'zgartirish uchun qaysi mamlakatda kuchliroq, qaysi mamlakatda kamroq, u fe'l-atvorga bog'liq xalq. Fe'l-atvor degani maqsadi ichida-da. Bir narsani, mana Xitoyliklar keladi, hayron qolasan. Toza, ozoda ovqatni ham atqot deymiz, nima deymiz? Sarf qoldirmaydi. Qovog'ini qarang, top-toza turadi, faqat latta bilan arsangiz bo'ladi. Koreys keladi shunday, Yevropalik keladi shunday. Endi o'zbeklarni dasturxoniga qarang, ortib qolgan narsasiga qarang. Bu fe'l bilan qanday hayotni o'zgartirasiz? Masalan-da, biz buni xalqimiz bilish kerak, chunki bu 200-lamachilik jamiyatni orqaga tortadi bu. Juda ham orqaga tortadigan narsa. Hamisha insonni o'zini ham ko'rsatmaydi. Insonni masxaralab turadigan narsa 200-lamachilikda. Inson o'zini tan olmadimi? U nodonligini nima deydi? Nodonligini tan olmaydi. Shuning uchun nodon so'zi yoqdan o'xshaydi, bu yoqdan o'xshaydi nodon. Kattarsa ham nodon bo'ladi, kichkinasi ham nodon bo'ladi. Farqi yo'q. Mana shunday paytda qanday o'zgartirish kerak deganni bu tafakkurni o'zgartiradi. Tafakkurni faqat ilm o'zgartiradi va shaxsiy ibrat o'zgartiradi. Mana qaranglar. To'ylar haqida gapiryapmiz, bunday deymiz. Yozyapmiz, ertaga 10 ta qilamiz, 5 ta, 100 ta, 50 taga qilarmiz. Lekin shu birorta menga o'xshagan galstuk bog'lagan ziyolini, katta rahbarlarni ishchamgina to'y qilib xalqqa reklama qilganini ko'rdilar. Men ko'rganim yo'q. Nega biz o'zbek xalqini maqollarida katta qilib yozib qo'yibmiz? Qush uyasida eshitganini, ko'rganini nima, eshitganini emasmi? Ko'rganini qiladi yozib qo'yibmiz, to'g'rimi? Nega unga biz yomon narsani ko'rsatyapmiz? Shuni bila turib, bilayotganmiz. Bola meniki-da, men nima qilsam shuni qiladi, to'g'rimi? Fe'li ham o'xshaydi, qoni bir. Hamma narsasi, xarakter ham shunday qiladi. Mana shuning uchun ham men o'ylaymanki, biz ana shu fe'lni o'zgartirish uchun ham harakat qilishimiz kerak. Oiladagi o'sha ayolning rolini oshirib, tarbiyaning rolini oshirib, hayotni o'zgartirishni yo'li shu. Lekin qanaqa o'zgaradi? Uni hech kim aytib bera olmaydi hozir. To'g'risi, fol ochmaslik kerak buni. Chunki bu sun'iy intellekt chiqqani, bu bugungi texnologik jarayonlar, globallashuv, axborot tizimi shu qadarlik bir bo'ronni, suronni vujudga keltirdiki, uni davlatimiz rahbari turli sammitlarda aytyapti ham. Buni ertaga nima bo'lishini bilmay qolyapti, deyapti. Jahon to'zib ketdi, deyapti. Mana shunday paytda mana O'zbekiston o'ziga eng yaqin hamkorlar topyapti. Butun hamma qiziqyapti bizga. Nima uchun? Chunki tinchmiz. Chunki intilyapmiz. Chunki islohotlarimiz insonning erkinligiga xizmat qilyapti. Men o'ylayman, dunyoning qiziqishini sababi ham shuda, bizga-da. Shunday. Ustoz, hozir to'ylarimiz haqida gapirganingizda, Behbudiy haqida to'xtaldik yuqorida. 1914-yilda Oyna gazetasidagi maqolasida to'y va aza bu bizni kemiruvchi ikkita jallod deb ataydida. 100 yil oldin aytib bo'lindi va u yerda maqolani davomida yaxshilab tushuntirib bergan, to'yga qiladigan xarajatimizni farzandlarimizni o'qitaylik, Yevropani ta'lim tizimi haqida o'rnak olish mumkin bo'lgan joylarini endi o'sha davrda yozib o'tadi. Hozir o'ylayapman-da, 100 yildan oshiq vaqt o'tdi ham, hali ham biz shu mavzuni hali ham davom ettiryapmiz. Unday bo'lishi kerak. Yo'q, endi bu tabiiy.
chunki siz to'y haqida gapiryapsizda. Lekin bu to'y degani to'ygacha keladigan fikrdan paydo bo'ladi. To'g'rimi? Mana hozir Hindistondan, Bangladeshdan, Koreyadan, Yevropadan ham bor talabalar bor Samarqandda, to'g'rimi? Mana talabalar qarasin bir, qani kuzatsin ularni bir. Men borib ko'rib keldim ko'pini qanday o'qiyapti-da endi. Mana tanaffusga chiqadi. Albatta biznikini qo'lida bitta qog'ozni shunday haliga tashlaydi. Birdan telefonni yoqib oladi. Qarang, Hindistonda maktablarda men telefon ko'rmadim. Koreyada ham yo'q. Xitoyda ham maktabda qo'ymaydi. Bizda telefon albatta qo'ltiqlab o'tirishimiz kerak. Chiqqandan keyin ham ular kitobini olib varaqlayapti, mana Sirat bog'iga chiqadi. Institutda bor, yana qayerda bor, atrofdagilar keladi. Iqtisodiyot ular ko'raman hammasida. Ular ilm bilan, kitob bilan o'qiydi. Mana siz to'ygacha bo'lgani, u to'y oxiri u. Shunday. To'ygacha bo'lgan narsani yaxshilay olsak, ikkinchisi men juda ko'p xorijga boraman-da, ovqatlanishda e'tibor qilaman-da. Birortasida haligi chiqit qolmaydi-da. Hammasi joy-joyda turadi. Yana kerak bo'lsa borib oladi. Biz albatta yarim ortib qolish kerak-da. U to'y tafakkuri birdan shakllangan emas. Endi ming afsuski biz mana shu shakllanmagan tafakkurimizni biznes rejaga berib qo'ydik. To'y 20 yillardan buyon u to'y emas, u qadriyat emas, u biznes bo'lib qoldi. Yillar davomida hozir ham bitta to'yning orqasidan bir kami bilan 100 kishi kun ko'radi. 100 kishi ko'proq odam kun ko'radi uni. Hozir to'xtatib qo'ysangiz, kam qaytsangiz, ikkita uchta odam oylik ola olmaydi. Ular jon jardilar. Mana Samarqand shahriga ham avtobus keltirganimizda, u taksichilar avtobusni yomonlayib, odamlar mindirmay, bilasizmi, bu raqobat bu. Olib mana xususiy nodavlat oliy kurslari paydo bo'lgandan keyin davlat bilan raqobat. Mayli, yursin, Qozog'iston bizdan oldin boshlaganda. Ularda saralanib yo'q bo'ldi. Ko'plari sinib ketdi. Qolganlari qoladi, shunday bo'ladi, foyda bo'ladi. Unga vaqt berish kerak-da bu narsaga. To'yda ham mana shu Behbudiy aytgan emas, kechirasiz, 10-asrda ham shunaqa bo'ladi. Hujjatlar bor. Yoki 900-yilda undan keyinroq Amir Olimxonning farmoni bor. Kim ko'p to'y qilsa qamab qo'yinglar zindonga degan joyi bor. Bu bekorga emas, bu illat ilgaridan bo'lgan. Gap mana shu nuqtai nazarni o'zgartirish uchun ketyapti. Uni uyda o'zgartirishimiz kerak uni. U to'yga kelib hozir men aytganda yana kimdir to'y qilganlar ham bo'lmaydi. U qayergadir borib ziyofat qiladi, pulni sarflaydi baribir. Pul seniki, to'g'ri. Lekin pulni senga sarflangan qismi jamiyatga zarar keltirmasligi kerak. Bu haqida qonun chiqarish kerak. Demak, meni boyligim, meni baxtim boshqalarning g'amiga sababchi bo'lmasligi kerak. Qo'polroq aytganda. Tushunyapsizmi? Mana qarang, lo'lilar to'ylarga kelib asabingni buzadi. Istirohat bog'ida o'tiring. Qani qonun asabingni buzadigan kim va uni kim talab qiladi? Qonunga kiritdik-ham. Odamning tinchligini buzish, fuqaroni bir bola degan qismini qo'yganmiz endi. Undan ham battar-ku. Tinchlikni buzgan emas, u kayfiyatni buzyapti. Juda yomon narsa bular. Hali ko'p qonundagi me'yorlarimiz hali yo'q. Endi esimga tushib ketdi, birdaniga savolingizga bir narsa bilan javob beray. Renessans davrini qanday tasavvur qilamiz deganda, biz bugun dunyo san'atiga chiqdik-da. Endi juda ko'p narsalarni dunyo san'ati bilan baham ko'ramiz. Biz hozir bitta savdo tashkilotiga, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 100 dan ziyod davlatlar bilan shartnomalar tuzdik. Ya'ni qonunlarimizni ularning qonunlariga moslashtirdik. Yangi qonunlar dunyo talab qilyapti. Mana bu bo'lmasa hatto haligi ijodiy mulk, nima deydi uni, intellektual mulk. O'shani ham ayrim normalari kiritilmagan edi. Uni ashulalarimiz, qo'shiqlarimiz hali ham palapartishku. Na gonorar bor, na boshqa bor. Mana shuni tartibga keltirmasang, savdo tashkilotiga a'zo bo'la olmaysan degan joylar bor. Qilyapmiz, yangi qonunlar chiqaryapmiz. Juda ko'p bu narsalar. Bilasizmi, biz dunyoga bo'ylayapmiz. Endi unga majburmiz. Renessansimiz ham ana o'sha darajada bo'ladi endi. Ilgari ham shunday bo'lgan. Buyuk Ipak yo'li bo'lgandan keyin renessanslar paydo bo'lgan. Bir-biriga tarqalgan, bir-biriga bo'lganda mana shunday jarayon bo'ladi. Mana hozir biz 3-renessans deyapmiz, yangi O'zbekiston deb ko'p gapiryapmiz. Lekin bu fikrlarimiz ko'proq o'sha g'oyani qo'yyapti, so'z bilan qo'yyapti. Mana shu sizningcha yangi O'zbekiston uchun 3-renessans faqat g'oya emas, balki reallikka aylanish uchun nima narsa? Muhim.
Yo'q, men bu savolingizga qo'shilmayman. Birinchidan, qog'ozda emas, yangi O'zbekiston degani bu albatta nomidan ma'lum yangicha fikrlaydigan va dunyo bilan bo'lashadigan va o'zi uchun mas'uliyatni his qiladigan degan 3 ta g'oyaga asoslangan. Yangi O'zbekistonni bugun barpo etish uchun bizda juda ko'p ish qilindi. Birinchisi, bu dunyo hamjamiyati bilan munosabatlarda juda ko'p yangiliklar kiritildi. Nimadan iborat? Qo'shnilar bilan hamma darvozani ochdik. Qo'shnilar bilan. Va hammasi bilan kommunikatsiyamiz bor, aloqamiz bor. Borib kelamiz, yuk almashamiz, bir-birimizga ochamiz, qo'shnilar bilan eng katta darajada. Ikkinchisi, dunyoda 100 dan ziyod davlatlar bilan bugun bordik. Bitta davlatga ishonib qolganmiz. Ular bilan qilyapmiz. Uchinchisi, bugun O'zbekiston reytingda juda katta o'sishlarga erishdi. Juda katta reytinglarga, hatto tinchlik, osudalikda, osoyishtalik, rivojlanish, taraqqiyot maromida reytingimiz 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarga chiqib ketdi. Qarang, bu hazilakam gap emas. Birinchisi strategik planlarga bog'liq. Taraqqiyot strategiyasi, 2030-yilgacha bo'lgan strategik rejalarimiz, bular hammasi O'zbekistonni ko'rsatkichlardan oladi. Mana bitta mana MDH davlatlarida o'rtasidagi oldi berdimizda har yili 15-20% ga bizni ulushimiz oshib ketyapti. Eksport ulushimiz. Bu hazilakam gap emas. Bitta Samarqand viloyatining o'zida demak bir chorakda 50 million dollarga mayiz eksport qilindi. Bu haqida tasavvurimiz yo'q edi bizda. Hozir ham ko'pimiz tasavvurimiz yo'q-da bu narsalar haqida-da. Yoki bo'lmasa bugun Amerikaga borganda davlatimiz rahbari tekstil bo'yicha yangi kelishuvga erishildi. Qarang, O'zbekistonning tekstili dunyo bo'yicha eng zo'r ekan. Va O'rta Osiyoda 40% dan ziyodini masalan shular biznikilar yetishtirib berar ekan. MDH davlatlar o'rtasida ham bu katta ko'rsatkich emasmi bu? Ikkinchidan, real daromadimiz 3,5 barobarga oshdi. Mana keyingi 4-5 yil ichida. Bu tasavvur qiling, 3,5 barobar oshirishda real daromad. Aholijon boshiga bo'lgan real daromad oshib ketdi. Bunga yuqoridagi o'zingiz fikringizdan misol bo'ladi, maktabgacha ta'lim muassasasi haqidagi foizlarda aytganingiz. Yo'q, foizlar, ular endi albatta men iqtisodiy tarafini aytyapman, iqtisodiy ko'rsatkichlarimizni. Bugun biz 50 dan ziyod davlatga zamonaviy texnika asboblarini eksport qilyapmiz. Tasavvur qilasizmi? Biz dazmolda ham olib kelgan odammiz-ku. Bugun qanaqa televizorlar chiqyapti ko'ryaptilar. Bundan tashqari robotlar bizdan chiqyapti. Hammasi. Startap loyihalari yiliga minglab, 10 minglab yangi loyihalar kiryapti. Endi albatta hali bu ko'rsatkich masalan bizni qoniqtirmaydi. Nima uchun? Chunki imkon turgan joyda biz hech qachon qoniqmasligimiz kerak, kifoyalanmasligimiz kerak, to'xtamasligimiz kerak. Chunki bolalar robotlar yasayapti o'zlari o'tirgan joyda. Kechagina shular paxtani ichida yuruvdi-ku. Dekabrgacha. Rahmat, endi qarang. Butun O'zbekiston oliy yurtlariga, kollejlarga, litseylar dedik, hammasiga pora bilan o'qishga kirardi. Ro'yxat bilan edi, to'g'rimi bir paytlar? Bitta qaror bilan testni takomillashtirish hisobiga hammasidan voz kechildimi? Qarang, o'zlari. Endi haligi mo'may pul olib turganlar o'ylaysiz jim turadimi? Gap tarqatadi-da endi. Kelib turuvdi-ku ularga. Yoki Toshkent propiskasi. Nechta odam shug'ullanib, nimalar olib yurib bilaydik-ku hammasini. Bitta qaror bilan ochib yubordi, endi xohlagan joyingga boring. Yoki tadbirkorlarni tekshirma dedi. Endi menimcha xalqimiz ko'rmas, nechta odam tadbirkor hisobida yashab kelardi. Rahbarman degan, nazoratchilar. Sizlar o'ylaysiz, o'shalar jim o'tiradimi endi? Ya hukumatni maqtaydimi? Ichida alami ularni. Uni non olib qo'ydik bizda, tekin non. Lekin xalq xursand. Mana bu narsalar yangi O'zbekiston emasmi? Mana bu narsalar bizga nima emasmi? Bizga sharoit yaratmadimi yangi O'zbekistonni endi haligi qilishga, renesansga? Mana ko'ryapsizmi? Bu bugun endi O'zbekiston bugun nimani o'ylayapti? Bugun kosmosga chiqaman deyapti. Bugun yangi konlar ochilyapti, o'shalarga hozir 4 ta, 5 ta texnologik jarayonga mo'ljallangan oliygo'rtlar ochilib, mutaxassislar o'zimizda tayyorlayapmiz. Biz endi osmonga hozir mana 3 ta
astronomik olimimiz masalan akademik bo'ldi. Tasavvur qiling, u kichkina nom emas bular. Mana bu hammasi. Yadro fizikasi bilan shug'ullanayotganligimiz, AESni qurilishi mana atom elektrostansiyasi qurilishi, bu masalan hamma mutaxassis chetdan kelmaydi, bir o'qiladi. Mana bu yangi O'zbekistonda foyda bor emas bunda. Mana bularda yoki pulli yo'llarni qurilishi hozir juda ko'p tizimimizdagi o'zgarishlar, shakllanishlar, bular hammasi bugun dunyo hamjamiyatini oldiga O'zbekistonni shunday ko'rsatib qo'ydi. Mana O'zbekiston. Xohlasang ishla, xohlasang deb. Hammasi kelyapti. Endi hozir bizga tuziladigan shartnomalar juda ko'pchiligi bu nima bilan bog'liq? Yangi texnologiya bilan bog'liq. Bizga ishonyapti. Amerikadan o'sha 8 milliard dollarga Boeing olamiz deganimiz o'zichi. Demak, u pul borda bizda. Bo'lmasa va'da qilamiz, bu shartnomaga muntoj ekanmiz. Albatta bir kunlik ish emas bu. Uzoq muddatli. Mana ko'ryapsizmi? Yangi O'zbekistonning qudrati, armiyamiz birinchi o'rinni olyapti. Futbolchilarimiz shakllandi. Birorta atrofdagi davlat bu qadarlik tez rivojlangan emas va rivojlana olmaydi ham. Endi biz dunyoga chiqdikmi, bugun mutaxassislarimiz dunyoda borib o'zini kuchini sotyapti, aqlini. Kuchini emas, aqlini. Mana shuning uchun ham bugun biz chetda mehnat qilaman deganlarga ularni bepul o'qitishga pul sarflayapmiz. Qarang, mana bu yangi O'zbekiston. Chiq, mayli, bepul sen o'qitaman, bor, ishla. 2000-3000 yevro olgan. Nima qilasan haligi oddiy ishni qilib? Va shunga ko'nikyapti, shunga ketyapti, qilyapmiz hammasini. Shunday, ustoz, bugungi kunimiz haqida faktlar bilan juda aniq fikrlar aytdingiz va 11-asrdagi Kaykovskiy Qobusnoma asari haqida ko'p suhbatlarda to'xtalganingizni kuzatganmiz. Aynan bunda farzand tarbiyasi haqida alohida bob bor. Aytmoqchi bo'lganim, bugun biz tez rivojlanish davridamiz. Bolamizni u to'garakka beryapmiz, bunisiga beryapmiz, til o'rgatyapmiz, xususiy maktablarga qo'yyapmiz, muntazam bandligi uchun. Endi mana shu fikrlardan kelib chiqib, bugungi yosh otalarga yoki yosh onalarga, mana farzandlari maktabda o'qiyotganlarga tarbiya borasida, farzand tarbiyasi borasida, o'g'il yoki qiz bo'lsin, fikrlaringiz. Menimcha yoshlarga aytishim kerak, bu yoqqa qarab, ma'qulmi? Bo'ladimi, nodon bo'ladimi, aqlli bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Har bir ko'ngilda bu orzu bor. İstaymizmi, yo'qmi? Meni tinglayotganlar ham o'ylayman, qalbida ana shu savolni o'ziga beradi. Men hech kimdan kam bo'lmay yashay olamanmi deb. Lekin hayot shafqatsiz. Shafqatsiz deganim shundayki, qo'pol emas. Shafqatsiz deganim uni talabiga rioya qilmagan odam hayotdan, ne'matdan bahramand bo'la olmaydi. Men hayotimda ko'rdim narsalarni. O'qimaganlar, intilmaganlar hech qachon hayotda bir katta muddaoga erisha olmaydi. Iloji yo'q bu narsani. Aytishingiz mumkin. U nima bu? Muddaoing nima? Ishtiyoqing nima? Qanaqa deb. Inson o'zini o'zi uddalashi kerak. Yiqildimmi, tura olishim kerak. O'zimni kiyimimni o'zim kiya olishim kerak. O'zimni yeydigan narsamni o'zim topa olishim kerak. Bilasizmi? Mabodo bir joyda bo'lsa, uni pishirib yeya olishim kerak. U qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Men talaba bo'lib keldimmi, o'qishim kerak. Menga domlalarni, atrofimdagilarni, boshqalarni qarashi ahamiyati yo'q. Men talabamanmi? Odam bo'laman dedimmi? Kutubxona menga ochilganmi? Boraveraman. Kitob menga chiqarilganmi? Domlaning vaqti bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hech qachon domla, o'qituvchi ilm bermaydi, ilm olishga ko'maklashadi. Agar shu ishtiyoq sizda bo'lmasa, befoyda. Hazrati Fariduddin Attor aytadilarki, talibning, ya'ni talabaning ishtiyoqi ustozning salohiyatidan ustuvordir deydi. Ya'ni Aflotunni keltirib qo'ysangiz ham ayrim auditoriyalarga, yoshlarga ta'lim bera olmaydi agar ishtiyoq bo'lmasa. Mana ishtiyoq nima uchun kerak? Ishtiyoq deganim albatta ertalab turganda men bugun oldimga qo'ygan maqsadimga erisha olamanmi, yo'qmi? Men bugun fanda nimanidir bir betni o'qib o'zimga bir narsa ola olamanmi, yo'qmi? Birovga ko'rsatish uchun kerak emas bu narsalar. Ko'z-ko'z qilish uchun kerak emas, domladan baholash uchun kerak emas bu narsalar.
Chunki ilmli odam kimgadir yori tegadi, foydasi tegadi jamiyatga. Men ertalab savol beraman o'zimga. Bugun yaxshilik qilayin deb duo qilaman. Kechqurun o'zimga xulosa qilaman. Men bugun birovning qo'lini ushlab yordam qila oldimmi? Bugun fikrim bilan kimgadir ibrat bo'la oldimmi deb. Mana shu savol qo'yish, mana bu eng katta ishtiyoq deyiladi. Maqsad deyiladi yoshlarga. Bu albatta o'ylab ko'ringlar. Chunki 200lamachilik o'ylayapman-ku deb o'ylamaslik bu yolg'on gap. Qachonki yoningizdagi ukangizga, opangizga, singlingiz, akangizga, ota-onangizga nimanidir maslahat qilib, nimanidir yordam bera boshladingizmi amalda qo'lda, demak siz yaxshi odamsiz. Agar hamma qator yurgan bo'lsangiz, demak o'zingizga baho berish o'rganing. Bu hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ruxsat bersangizlar, men so'zimni yakunlab she'r o'qib bersam maylimi? Ha? Ruxsat berasizlarmi? Bu ham ustoz va shogirdlik haqida. Ustoz shogird bois ulug' va aziz. Shogird ustoz bois dunyo biladi. Ustozi borlarga qilaman havas, ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Magar ehtiyojga aylansa saboq, ustoz pand o'giti komil qiladi. Biri ikki bo'lmas o'jarligidan ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Ilm istamagan g'ofil, beqaror, u ustoz qadrini qaydan biladi? Tarbiya ko'rmagan nodonni ko'rib, ustoz yo'qlarga rahmim keladi. Ko'hna olam qadim qoidasi shul, ustoz bor, dunyo bor, u evriladi. O'qib o'rganmas kas arosatdadir, ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Ustozga bir gul tut ehtirom ila, sen yurar yo'lni u chaman qiladi. Ul zot mehrin ma'rifat bilib, ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Ertaga ne kechkay bu taqdir aro, buni barini ustoz Bilol biladi. Hayotdan o'zini topmasa sarson, ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Ustoz bu otangdek ulug' va aziz, unga ergashar kim tolik kuladi. Qalbida na mehr ziyosi bo'lmas, ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Zakovat, farosat timsolidir u, poyiga harorat, shavq to'kiladi. Cheksiz u mehrdan yuragim to'lib, ustozi yo'qlarga rahmim keladi. Bu hayotdan uning muddaosi shul, shogird kamolini huzur biladi. Bunday halovatdan mosuvo agar shogird sizga ayo rahmim keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.